280 kvadratli joyi arendaga chiqyapti. Chilonzor 20-kvartalda joylashgan obyektimizda. Mana bu yer eski trolleybus quruvga turish joyi, katta yo'l. Bu yer tomon Qaniga turish yo'l. Bu yer mana bu svetofordan o'ngga burilganinglar, bu Tabratskiy перекрестка. Obyektimizda mana yangi qurilgan 4 etажli zdaniya yonida 2 etажli eski obyekt. Mashina podol qismi 280 kvadrat. Aniqlab berilyapti, arendaga berilyapti. Короче, kesilgan yana joyini gaplashamiz ustida. Buni kirish chiqish joyi. Buni kirish chiqish joyi mana yon tomondan. Shundan o'lchi 280 metr kvadrat joy. Ustida yana gaplashiladi. Kimlardir ishlab chiqarishi, biznesi bo'ladigan bo'lsa, kattaroq joy yoki sklad kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu yerga kelib, shular bilan gaplashib, oversaylar bo'ladi. Mana shu obyektimiz. Men pastda egalarning raqamini qoldiraman, arendatorlarni. Primoy aloqaga chiqib gaplashib tursanglar bo'ladi. Xudo xolisa, yaxshi insonlar. Kimgadir reklama xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, tepadagi raqamga aloqaga chiqinglar. Bemalol telefon qilib reklama qildirishingiz mumkin obyektivlarni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.